Samimiyat, xolislik, mehrlik qo'llar muhabbat qalblarning eng yorqin nuqtasi Shirintush. Shirintushlarning reallikdagi sahnasi va sharhlar mayirlarning samimiy bayonlari hamda korxonchilarning mard-mardonligi dal mushiyada. Ixlos Shirintush programmasi men riyosatchi Sumrat Abduqodir. Geldinglar bendiler hammalarning izgat bilan bosgan qadamlaringizga marhaba. Xo'sh, hurmatli tomoshabin do'stlar va shohlar, ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Endi navbatda Ixlos Shirintush programmamizni rasmiy oldi boshlaymiz. Bugun daxil sahnimizda Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum Nahmedandagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rish do'stlar. Ko'rayotganinglar Ixlos Shirintush programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Mehr muhabbatdan nurlangan bu programma orqali sizlar bilan didorlashganligimdan to'liq xursandman. Hammanglarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotingizga go'zal orzularning yor bo'lishiga tilakdoshman. Muhabbatli qalblardan mehr izlab kelgan mahirlar uchun, shundaqla ahamiyatli arzu-armonlarga madadkor bo'lish uchun kelgan azizlarga hozirlangan Ixlos Shirintush programmamizga kelgan qadamlaringizga marhaba. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnimizga marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Shamsiya qanday ahvol? Kepsiz qarshimiz. Assalomu alaykum korxonchi ustozlar. Shirintush programmasiga Nahmeydandan qatnashgan aziz mehmonlar, televizor oldida o'tirgan ko'rurmanlar, ma'rif sepida jabal xizmat qilayotgan suyumlik o'qituvchilar, xattatlik uchun o'zi bag'ishlayotgan qalamkashlar, hammanglarga Adilcan Tursuniyaz Öztürk'ten otluq salam. Muallimlar bilan xattatlarga salom yo'lladingiz. Shundaq bo'lganda sizning o'qituvchilar va xattatlar bilan munosabatingiz bor deb faraz qildim. To'g'ri, men Xotan viloyati Lopnayisi Dolyezliq 1-o'tir maktabdan keldim. Shu maktabning go'zal san'at o'qituvchisi. Men xizmatga qatnashgani 12 yil vaqt bo'ldi. Şu 12 yıl jarayonida rahmetlik atamninki bir cümlesi bana bak ta'sir qilgan, hozirgacha bana yo'l ko'rsatib kelyapti. Mening atam doktor o'zi bir umr dehqonlarni davolab yezimizda ko'zi ko'ringan axloqli farishta. Shu dadam doktorxonada yotgan oxirgi minutlarda o'g'lim hemen bir umr shu doktorlik kasbi bilan shug'ullanib kasallarninki jismoniy jihatdagi ro'yitini davolab o'tibdimi. Sen ma'rif safiga qatilib shularninki farzandlarini tarbiyalashga kuch qo'shsang degandan keyin men ma'rif safiga qatilgan. Ma'rif safiga qatilish jarayonida men ba'zi tijoratchimi bo'lib boqqan, ba'zi xayriy saxovat faoliyatlarimni qilib boqqan xizmatimdan boshqa vaqtlarda. Masalan, bir gapni qistirib o'tib ketishni to'g'ri topdim. Keriyada yetavergan vaqtida men Alabida xayriy saxovat atining qurg'uvchisi Minavvar xonim bilan hamkorlashib, shu Shinjongdagi barliq xattatlar bilan maslahat ish orqali xattatlar xayriy saxovat guruhi deb bir guruhni qurib, Keriyadagi shu obat bo'lgan naq maydonga berib, shularniki ko'ngil so'g'isini yetkazib bergan. O yerdan qaytib kelgandan keyin maktabimda hozir qadar hamda 4 qatimliq, ya'ni maktab rahbarlarini, o'qituvchilarni, shundaqla jamiyatdagi ma'rifatli kishilarni safarbar qilish orqali maktabimda 4 qatimliq iliqlik yetkazish faoliyati olib bordim. Undaq sizning orzuyingiz? Mening orzuyim Hem de ben burundan güzel sanat kasbida o'qigan, hatta şu yazık işler bilan shug'ullanaman. Yaqinda bir kitap nashriyatga tayyorlagandim. Bu kitobimni men o'qituvchi bo'lganlik sababidan ham iqtisod kamchilik buni nashr qildirolmadim. Endi bugun bu yerga yaqinda Xotanda bir ko'rgazma ochmoqchi edim. 3-qatimliq o'zimning ko'rgazmasini. Bu ko'rgazmamga qo'yish uchun tayyorlagan asrimdan 10 parcha asar tayyorlab keldim. Şu əsrimninki qimmati bor deb qarasa, şu yaratilgan qimmatdan 50%ni men maktabimdagi oilasi qiyinchiligi bor o'quvchilarga bir iliqlik yetkazsam,
Qolgan 50%ga kitobimni nashr qildirsam degan umidda keldim. Endi mishada bir gapni deyolay. Anamninki shundoq bir orzusi botdi, mishaga menga vaqtimda. Shamsiya adamninki shu televizor ekranida chiqqan har qanday programmalarni bak yoqtirib ko'rdi. Men shu shirinchi programmasiga vakolatan ma o Shamsiya adamga bir parcha xatim batib so'q qilib olsam. Bu bek katta so'q bo'lib ketdi. Hozir buni naqmaydi. Siz buni nima deyishimni bilmay qoldim. Rahmat sizga. Shirin tushlar shirin tushda reallikqa aylansin. Rahmat. Rahmat sizlarga. Men aslida bu asarni ilqi sizningki bolalarga yordam qilish, kitobingizni nashr qilish uchun qimmatga aylantiradigan asarlar qatoriga qetib yetaylik deb o'ylamoqchidim, lekin bu maxsus bizning programmamiz uchun yozilgan asarga shu program guruhimizga vakolatan men qabul qilay. Rahmat sizga. Bu kitob 5 nusxa tuzilgan, nusxa alayidligi bo'yicha tuzilgan kitob. Buningda harflarningki o'lchami, shu nusxaning alaydiligi, uningdan boshqa qalam yasash, rang ishiltish, xatotlikda ishlatilgan qog'ozlar, izlab yozish, o'rnak asarlar kirgizilgan. Bu nashrdan chiqib bo'lgan kitobingizmi? Yo'q, men bir nusxa shu program uchun tayyorlab keldim. Shunday nashrdan chiqarmoqchi, ya. Demek bu kitobingiz sizning o'zini xat asarlaringiz va o'zini xat o'rganchilari uchun materialdan tarkib topgan bir kitobmi? Nazariya bilan amaliyot chiqisi birlashtirilgan. Nazariya bilan amaliyot birlashtirilgan. Bo'ladi. Undaqda biz hozir yana diqqatimizni asarlarga o'tkaylik. Agarda naq maydonni setib bo'ladi. Naq maydonni xalsanglar bo'ldi, bo'lmasa ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimiz, ya'ni program guruhimiz bilan aloqalashib bo'ldi va yoki setib chiqarish yo'llarini bizningki korxonchilar setib chiqarish yo'llari to'g'risida maslahat bersak-mi bo'ldi, va? Endi bizning boshliqlarning shu o'zini xattatlikqa intayin o'z kuchlik ash rasmni bizning shirkatimizning nomidan 5 million ishlatib chiqaramiz. Rahmat. Rohi bay gaday, Rohi gaday bay. Ashini setib olay. 5 million. Rahmat. Mao Lopnaysi Dolyazliq 1-o'rta maktab, Bag'ugan maktab. Bu maktab xalqqa Mao o'zi yezdi olgan bilan, lekin naytı bir o'qitishibdi yuqori danliq maktab. Bu maktabdan shu chiqsa, shunday iqtidorli odam chiqadi, magistr chiqadi, doktor chiqadi. Qana desam, bizning o'sha 1-o'rtada o'qib ketgan bolalarda men bilishimcha bir 7-8 magistri bor. Undan keyin 4-5 shu doktor bor. Bir yezdi maktabda unda ixtisos qadamdan chiqishi mencha oson emas endi. Kim Adiljon ma'lum bildiqchan Potensiyadan boshqa Naildan bolalarni ash bizning yezg'iga kelib, unda o'qitdi-chu haqlazar. Shunda subti yaxshi maktab. Aniki sharoitimi haralda yaxshi, lekin endi yezdi olgandan keyin ma shaharga sevishib bo'lmaydi. Lekin o'qituvchilar ham yaxshi, sapal o'qituvchilar bakchiq, haqiqiy kuyunab ishlaydigan ma'lumlar bakchiq. Ash asardan men 3 ni tanlab olsam, 20 ming ko'rib versam. Rahmat. Ji. Dünya mehr muhabbet bilen güzeldir. Aşı bir. Anandan keyin yumaloqni o'qib biringlardir. Ügünümen degan mengu kechikmas. Ma birini alay. Anki pastki ne yaptımamda? Ma'ma? Qalbni davolamay turib badanni davolag'ili bo'lmas. Mash 3 ni alayman. Rahmat, qo'lingizlarga. Uyg'ur yeziqining go'zalligini namoyon qilayotgan, Uyg'ur yeziqining go'zalligini bizga ham o'zgalarga to'ntiyotgan barliq xattatlarga salomlar bo'lsin. Ajringlarga opirin. Sizga ham shunday. Rahmat. Sizni qo'llash uchun men bir tal alay 5 ming yanga. Rahmat. Kitobingizni setib olmay. Sizning avu tuzgan kitobingizga qiziqib qoldim. Endi bundan burunmi bizning Niyoz Kerim Sharqi degandek ustozlarimiz nayt yaxshi kitoblarni chiqargan. Endi bu kitobingizda biz men tushgandan keyin ko'rib baqili. Agar yaxshi bo'lib qolsa, endi ulardanmi nimishkasa u ustozlarimizdan kitobni chiqargan necha yil bo'ldi. Odatda bu Uyg'ur xat nusxalari o'zgarmaydi.
Yezish usulimi o'zgarmaydi. Endi buningda sizniki yana qanday alayidliklarni qattiq shuni qartaga yarab qolsa, bizning shirkatniki shu elektronlik nashr huquqimiz bor emasmi? Shuningda men sizga yordam qilib, shu kitoblaringizning ya'ni alma nusxasi, ya'ni App Store'da setish huquqini men sizga olib beray. Ha, rahmat. İçeride bir gapni qistirib o'tib ketsam hamda yeziq bilan munosabat qilib qoldi bu ish. Hamda hozir Shinjongdagi xatotlarimizningki saviyasi kundan-kunga oshyapti. Hatto bizning xatotlarimiz xalqaro saviyadagi holatda asar ishlayapti. Chet ellarga asar chiqaryapti hozir. Kitobimdagi yozilgan xatlar ham asarlar shu asosan xalqaro saviyaga yaqinlashtirib yozilgan asarlar. Bo'ladi. Uning ustiga bizning yana bir ta'sirlanganimiz bu she'rin tush programmamizga onalar farzandini deb keladi ekan. Farzandlar otam, onam deb keladi ekan. Ustozlar o'quvchim deb keladi ekan. Nurg'unlagan kishilar yana mehnatkashlar uchun keladi ekan, to'hfkorlar uchun keladi ekan. Minnatdorlik tuyg'usini, mehr muhabbatini, umid ishonchini olib keladi ekan. Shuningdan qaraganda she'rin tush programmamizni haqiqatan bu mehr muhabbat, umid, ishonch, insoniy hissiyotlar mujassamlangan bir programma desak tamamen bo'ladi. Buningdan biz ham intayin faxrlimiz. O'quvchilar uchun ajr singdirgan suyimli ustozlarga yana bir qatim apirin aytamiz. Sizniki bu she'rin tush orzuyingizdan ayta ahamiyatli orzu ekan. Men bir narsani bilib boqim kelyapti. Sizning bolalarga yordam, maktab bolalariga yordam qilaman dedingiz. Mush tarafdan bir tafsilroq tushuntirib boqsangiz, qanday yordam qilmoqchi? Hamda o'zingizning bunday gap qargan chog'da aniq bir plan tuzmaga o'xshaysiz. Zodi qaysi tarafdan yordam qilaman deydiganga. Agar mushningga bir aniq plan tuzgandan keyin, agar bizni Lomba mablag' shirkatini izlasangiz, men yordam qilishga rozi. Rahmat. Rahmat. Bizga mush yilning biz planlashgan vaqtimizda mush rasm asar mushtahat asarlarni internetda ko'rgazma qilgan. Endi mush internet ko'rgazmasidan tanlab chiqqanlarni chet elga olib ko'rgazmaga qatnashtirgan. Bu planlarni qilgan, lekin ammo bizda bu manba yo'q. Mana bugun biz tunishdik. Agarda mush jihatlarni hamkorlashsak, bizning shirkat endi Karvon To'ri buni to'liq qo'llaymiz demak. Rahmat. Rahmat. Bizningki Qaydo shirkatimiz hozir 8 kvadrat metr bir muzeyxon qildik. Qaydoning madaniyat qilib, uningga asosli shu bizningki shu burunqi arboblarimiz bo'lsin, mashhur shaxslarimizningki resim degandek shunda nurg'un qadimiy bo'lgan asarlarni eslatamiz. Endi meningcha siz bizga shu Qaydo shirkatimizga tanbir bilan Qizilmushqa bo'lgan oyat asardan ikki parcha yozib bersangiz, men shuni setib olib muzeyxonga esib qo'yay. Rahmat, rahmat. Siz nayta bir yaxshi planni qilib kelibsiz. Birisi o'quvchilarni yordam qilish, yana birisi o'zingizniki mahsul bo'lgan kitobni bir chiqarish. Biz Al-Xabar shirkati sizniki bayma korxona chiqarishimiz deganga o'xshash shu maktabdagi shu bir haqiqiy o'quvchilarning qaysi jihatda qiyinchiligi va shu to'g'risida bir aniq bir sonliq ma'lumotlar bizni bir ta'minlasangiz, shu vaqtda sizniki mush kitob chiqarishingiz bilan ham shu o'quvchilarning nimasiga qarata biz yordamni bo'lamiz. Men birinchisi shu maktabimizdagi o'quvchi bolalarning soni taxminan qanchalik bordi? 917. 917. Men shirkat nomidan Intil madaniyat shirkatimizdan bir yurishdan o'qitish buyumlarini so'mkadan tayyorlab 300 yurish sizga sovg'a qilay. Rahmat. Rahmat. Ikkinchisi asarning ichidan qolgan birini tanlab biring maktab maskavdak bir bo'lib qolsa, maktabimga birini esib olay. Qo'llash ustidan 10 ming yuan setib olay. Rahmat. Sizning bu xat yozib ramkichiga elib ekkagan xitingizning qog'ozlari qanday alaydi bir qog'ozmi va yoki odatdagi qog'ozmi? Shuni bir bilib boqaydigan. Endi bu xatlarimning ichida xotan qog'ozim bor, shu ujumi qo'zoq qog'ozlari. Anandan biz 20-30 yil burun ishlatgan, o'rashqa ishlatgan burungi qadimgi qog'ozim bor. Halaqa burungi kishilarimiz uyda saqlab qo'ygan.
biz ulardan setib olib yozgan qog'ozlar. Ash xotin qog'oziga yozgan xatni uzoq saqlag'ili bo'lamdi. Buning saqlash qiymati nihoyat yuqori. Bo'lsa shu xotin qog'oziga bizning Shinjongdan Karam Xo'ja degan bir ustoz o'z rang yo'q bo'shliqni to'ldirib, o'zi mustaqil rang yasab chiqdi. Necha xil 10 xildan ortiq. Mushu rangda yozilsa, buning unumi nihoyat yaxshi o'tam, uzoq saqlag'ili o'tadi. Hozir bizning boshqa korxonchi bolalar sizninkidan tanlab oldi. Ashunda qilib elib siz sovuq qilib degandek hozir meningcha 3 tal qoldi deymi? Ha. 7 tal tugadi hozir. To'g'ri. Shuningcha men boshqa bir xat yozg'izib, men xatni endi boshqalar yetishmaydi ekancha 7 tugab bo'ldi. Shundan boshqa xat zakaz qilsam, menga xotin qog'oziga sabiylar degan xatni yozib, ashunda ramkaga qilib bering. Men sizga 3000 yuan pul beray. Shu puldan ehtiyojingizga loyiqni ep qilib, qog'inni kentingizdagi yo bo'lmasa sizning yurtingizdagi yetim yesirligiga ishiltamsiz, qanday ishlatsangiz bo'ladi. Rahmat. Shu Shirinchilik chiqqan kitobni barini biz nashr qilyapmiz. Shu bu kitobni Abida shirkati mas'ullab nashr chiqarib. Rahmat. Rahmat ma'lumotlar. Balalarninki, cho'nglarninki shu maxsus qush xatlarini yozish uchun 6 yilning oldida men bir kitob ko'rgan. Bu kitob nihoyat yaxshi chiqqan. Hattoki boshqa harfdan tortib qaysi usulda yoziladi, mazmunlari qanday bo'ldi, tubiga bo'yab yozishdan tortib hammani o'rgatgan. Bu kitob chiqib bo'lgan. Amgikimiz qaytlanmasa. Ikkinchidan mening sizlarga beradigan bir fikrim, bizning jamiyatimiz nihoyat yaxshi xat yozganlar bor. Masalan, Niyoz Kerim Sharqiy, Shaydoyi, Javloniy qatorliqchi. Bo'lsa mushlar shu hammalar birlashib, amgakni qaytalamay, har qitim chiqqanda sizlar o'zingizlarning eng yaxshi yozgan xatlarini bir qitim birdan, ikkidan manda qilib mansaq, sizmi o'zingizga, umi o'ziga emas bo'lsa, ma xalqning oladigan manfaatimi nihoyat yaxshi bo'ldi. Ikkinchidan pul ko'ymaydi. Iqtisod qilib qolsa, iqtisodda biz yana bir yangi narsani ijod qilishga, yangi ideyalarni, mush xatdagi yangiliklarni chiqarishga, yana kitoblarni chiqarishga ishlatsak, malning iqtisodiy unumi, yaratgan ijtimoiy unumdan nihoyat zo'r, yaxshi vaqtlarni tatib hamma jihat utalaymiz demoqchi. Mushni bir fikrlashib beqinglar mening fikrim. Endi mishada bir gapni qistirib o'tib ketay dedim. Men sizningki bilimingizga haqiqatan qoyil. Endi ma kitobim bayatdan deb o'tib ketdim, xalqaro o'lcham deb. Bu xalqaro o'lchamda 10 xattat xat yozgan vaqtda cho'qim 10 xattatdan xat o'xshash chiqish kerak. Alqa xattatlar o'z oldiga xohlagancha yozib emas, 10 xattatni yozgan xatda o'xshash chiqish kerak. Musha talab qilinadi. Endi men shu saviyaga yetish uchun tirishyapman. Buningdan keyin cho'qim izlanaman. Maktabimizda qanchalik o'qituvchi bor? 142. 142 o'qituvchiga men 40 ming yuan qimmatida har bir o'qituvchiga birdan farzand tarbiyalash dasturi sovg'a qilay. Rahmat. Ash farzandlarni yaxshi tarbiyalanglar. Texnik doktorlar chiqsa. Rahmat. Hozir bu muallimning maktabidagi o'quvchilarning ishlari asosan albob bo'ldi. Men ta'sirlanib, o'sha o'quvchilarning bir vaqt tamoqlik uchun ixlos yemekliklardan 3000 yuan qimmatidagi yemeklikdan avat bermoqchi telefon nomeri bilan ta'minlasa. Rahmat ustoz, rahmat. Bayatman yaxshilarga o'z yurtimda shu ko'rgazmadan kirgan kirimlarni xayriy ihson ishlarga ishlatdim deb tushunadingiz. Endi hozir Abida shirkati sizning kitoblaringizni nashr qilishni o'z ustiga oldi. Bayatim shu kirgan kirimning 50%ni qiyinchilik borligiga, 50%ni kitobimga degan. Endi hozir shu kitobni nashr qilish bitgandan keyin barliq chiqimni sizmi masalan saxovat ishini qilamiz-ku. Ashni ko'tarishni xohlamsizmi sizmi? Xohlayman. Men demakchi endi yetib qilgan yaxshilik hammasi joyin tep bo'lsa, texim yaxshi bo'ldi deb o'yladim endi. Rahmat. Undaqda bayam ihson yaxshiligining yaxshi bir gapni qildik. Abida shirkatidan so'rab baqsam, undaqda mushu kitobning nashrdan chiqishi uchun boshdan oxir rasmiyat va iqtisod ishlarining hammasini o'z ustingizga ilib qilamsizlar. Bunda gap bizning xalq nasriyatida bir akamiz var, bizning o'zimizning yezdan chiqdi. O rasmiyatni ash akamiz bijirdi. Anandan keyin iqtisodni biz chiqamiz. Shunday qilib shu kitobni nashr qilamiz. Igi bo'lsizlar. Unda qo'g'anda kitobning nashrdan chiqish ishi hal bo'ldi desak bo'ldi-ku? To'g'ri. Unda bo'lsa, endi sizdan so'rayman, Adiljon apandim. Kitob
20'ga kitap neşr qilman, 20'ni balalarga degandingiz. Undaqda kitapning shal bo'lib bo'ldi. Ehson yaxchiligi Nurali deganga o'xshash qolgan hozir yig'ilgan 43 ming yuan pulning hammasini o'quvchilarning qiyinchiligini hal qilishga ishiltamsiz. Men ishiltiman. Meningki yordam qildiqnim shu maktabning nomini angladik. Yez maktabken kutubxonasi bor deymi? Baba kutubxonasi. Unda bo'lsa, men shu maktablarning kutubxonasiga shu bolalarga mos keladigan kitoblarni deb bersangiz, 100 dona kitob sovg'a qilay. Rahmat. Men shu kitob sovg'a qilishni o'ylab qolgandim, ishimizdan o'xshash chiqibdi. Men O'smigul shirkatimiz nomidan 3000 yuanlik kitob sovg'a qilay. Rahmat, ustoz. Rahmat. Bizlar yezdagi balını bir aşı öz ihtiyacı balını bir istas kılaylı. Anondan keyin 40 mümkün qataylı. Neçe öz kitap qalgan pulsini hemmisini abiyaşet chiqirib, aş balını birden bir qatnaşqıralı qilib maktabga oravan bir turgan qilaylı. Rahmat, rahmat. Alkış. Rahmat. Balalarning masalasi mal bo'ldi. Sizning she'rin tushungiz reallikqa aylanib bo'ldi. Ben Rasulbek hayajonlanman. Hammanglarga rahmat. Mübarek bo'lsin. Bugun ekran oldidagi sizning o'quvchilaringizmi sizdek bir kuyimchan, suyumlik o'qituvchisining bo'lganligidan, iqtidorli o'qituvchisining bo'lganligidan cho'qim bek faxrlandi deb o'ylayman. Barliq o'qituvchilarga yana bir qitim salom yo'llaymiz. Assalomu alaykum Adiljon. Va alaykum assalom. Arzularingizni anglab o'tdim. Haqiqatan yaxshi arzu ekan. Uning ustiga mahoratingizni bek qaltis ekan. Bu xattatlik san'ati bizniki millatimizningki madaniyatda intayin muhim o'rin turdi. Sababi mening bilishimcha bizningki shu dunyoviy olimlarimiz, masalan Mahmud Qashqariy, Yusuf Qasaji, shu bo'g'illarimizningki yozgan buyuk asarlarni shu bugungi kun yetkazganlar shu siz va sizga o'xshash nurg'ulon xattatlardir. Ashlarniki qo'ldan chiqib, yana nurg'un kitoblarga ko'chirilib bugungi kunga yetib keldi. Biz shu olimlarimizni bilyapmiz. Demak, bu mahoratingizniki men nihoyatda xush bo'ldim. Hamda bay korxonchi ustozlarmi buni nihoyatda to'g'ri tunib buni talashtirib setib olgan bo'ldi yuqori bahoda. Men bak xush bo'ldim. Bu to'g'riliq qattiq gap qilmay. Hamda yozmoqchi bo'lgan kitobingizga kichikgina bir taklif bersam, hamda ma xat nusxalarini ba'zida kompyuterga kirgizg'achlar bor. Masalan, bo'libmi tuz xat nusxalari bak ko'p ishlatildi. Bu jihatda hamda xalqaro o'lcham deganingizni men tanchi xumdim, lekin men bildigan bir qism o'sha inglizcha xatlarningki o'lchimida har xil matematikalik shakllarniki, masalan chambar, 3 bulon, 4 bulon degandek shularniki nisbatiga asosan harflarni bekitilish bor ekan to'xta. Shu ya'ni matematikalik miqdorli ifodalaydi ekan to'q. Bo'lsa mumkin bo'lsa kitobingizga shu xatlarniki har xil shakllarni kirgizishdan birgina shu xalqaro o'lcham bo'yicha birlikka kelgan ifodalash usullari bo'yicha bir tuzib chiqqan bo'lsangiz, undan keyin buni foydalanganlarmi nihoyatda ko'p bo'ladi deb qarayman. Rahmat sizga. Rahmat, ustoz. Rahmat alim. Bundaqda tush markazimizga marhamat. Pilat tashlash boshlandi. 3, 2, 1. To'liq numar 150 shundaq bo'lganda sizning eng oxirida erishgan bilet soningiz 266. Muborak bo'lsin Adiljon muallim. Rahmat, ustozlar, rahmat. Tunç Bəslik Əhmədov arzuygusini talash o'tkilimizga qadam qo'ydingiz. Muborak bo'lsin. Hemen bu munosabat bilan meni qo'llab-quvvatlagan onamga, oilamdagi qarindoshlarimga, maktab rahbarlariga, shundaqla o'qituvchilarga, yaqin do'st birodarlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Öz kəsbiga bo'lgan o'tdek muhabbati, ustozlarga xos fazilati bilan she'rin tush sahnesini mehrlik tuyg'ularga cho'mdirgan Adiljon Tursunniyaz O'zbitlikning orzusi hammalarni ta'sirlantirdi. Korxonchilarimizmi bas-bas fikr bayon qildi va kelgusining egisi bo'lgan farzandlarimiz uchun yordamlarini ayamaydiganligini bildirdi. She'rin tush sahnesida reallikka aylandi. Albatta, to'g'ri maqsad egillarining yo'llari har vaqt dog'dan manzillarga tutishadi. Ekran oldidagi va shohlar naq maydondagi ko'rman do'stlar. Biz navbatda Ixlos she'rin tush programmamizning talayli ko'rimini tanlab chiqmoqchi. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Cho'ng ekran aylansin.
to'xtasin. Talaylik ko'rmanimizning telefon nomeri bo'lsa 138 99 Şerinçuş 20 94. Mübarek bo'lsin. Biz bu talaylik ko'rmanimizni Şinjan Mujassam elektron tekshirishda ta'minlagan Mujassam markasidagi 680 yillik to'r televiziya qutisi bilan mukofotlaymiz. Mübarek bo'lsin. Cho'ng ekran ikkinchi qitim aylansin. To'xtasin. Talaylik ko'rmanimizning telefon nomeri bo'lsa 187 09 Şerinçuş 84 64. Mübarek bo'lsin. Bu talaylik ko'rmanimiz bo'lsa Şinjan Muallim elektron fan texnik shirkati bozorga solgan 795 yuanlik ahli fon bilan mukofotlaydi. Mübarek bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli korxonchi ustozlar, ekran oldidagi do'stlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, xonqiz Mijitdan hammanglarga o'tliq salom. Yaxshimisiz hamshirada? Yaxshimisiz xonqiz? Qarshi olamiz sizni. Qayerdan keldingiz? Urumchidan. Hozir turishlik o'rnim Urumchida. Undaq sizning orzuyingiz? Mening orzuyim, men kichik turibla o'qishdan mahrum qolgan bir qiz. Men boshlang'ichning 3-yilligini o'qibla, Andan maktabdan to'xtab qolishga majbur bo'lib qoldim. Opam ishsiz, dadam o'zi yolg'iz ishlaydi. Bizning muqim o'ltirish uyimizmi yo'q, ijaraga o'tirgan. Anda men shu 2-yillik chiqqan vaqtimda bir joyli xarakterlik iqtisodchiroq kelgan bir kasallikka giribdor bo'ldim. Shu orqali hamda keslimni davolashim bek muhim. Hamda o'qish men uchun texmi muhim, lekin salomatligim mening oldida emas, men salomatligim hech kim qila olmaymiz. Shuning bilan yolg'iz dadam yetishamaganlikdan men shu 3-sinfdan boshlab to'xtab qoldim o'qishdan. Hamda bu yil 24 yoshga kirdim. 13 yil bo'ldi hisobda. 13 yildan yangi men bir kunmi bir bo'ldilar hamda burun o'qiyamabdim, endi voz kechay degan bir xiyolni qilib boqmadim. Cho'qim mayli tirishib qanchalik chapatasam o'zim bir natija yaratib, o'zimda bir iqtidorlarni joriy qildirg'im bor. Shu o'qishdan to'xtab qolgan vaqtdimi o'zim faqat qabul qila olmay buni-chu. Ota-onamga desam ularning azoblanishdan ansirayman. Yo'la o'zim bir amalni qilay deb men ma'rif idorasiga borgandim. O'zim shu vaqtimda 10 yosh vaqtimda 11 yosh. Ma'rif idorasini u vaqtdagi nimamda tepishmi bektas menga. Shundaq tasdiq topdim. Deb kirib tizimlatdim. Ondan o vaqtda hamda qiyinchiligi jiq o'quvchilarni jiqkan to'q, ammo kechikib berib qolibganman. Shuningdek sondan keyin olib qolib, menga son tegmay qolib qoldim. Hamda u taqdir. Shuningdek o'qiyolmagandan keyin hamda keslimni davolashga har oyda 1000 yuan atrofida dori yeyman-chu. Unda o'g'andan keyin o'zim ishlab nim qilishga majbur bo'ldim. Shu 15 yoshlarimdan boshlab jamiyatga chiqib pul tepish degandek aslab bir oilaning yukini ko'tarishga majbur bo'ldim. 15 yoshdan boshlab hozirgacha 9 yil jarayonida nurg'un ishlarni qilib boqdim. Men qilmagan ish qolmadi deb, bol beqishdan tortib, uy xizmatchilik, vaqtlik tozliqchi degandek hamma ishlarni qildim, lekin qandoqli bir ish qilsa, odamda shu bir yetarli bir bilimi bo'lmasa, haqiqatan jafo tortganligini texmi his qildim. Qandoq bir yerga borib bir xizmat qilay desangizmi, hamda ma'lum darajada hanzucha kompyuter saviyangiz bo'lmasa, hech qanday yerga ololmaydi. Shu hamda osh qolmaydi ekanmiz, lekin shu o'zimizningki qor kuchimizga tayanib bir ishlarni qilib shu jon beqib ketalayotganmiz. Ammo men o'ylagandek o'zimdagi bir ichimdagi iqtidorlarni joriy qildirganligidek, tirishchiligimni ko'rsatganligidek bir xizmatga faqat eg bo'lolmadim. Shuningga o'qish orzuyim bek kuchli. 2 yilning oldidami til tarbiyalash kursiga kirib bir 3 oydak o'qidim. O'qigandan keyin dadamning kasallik ahvoli bek ig'irlab qoldi u vaqtda. Shuningdan yana shu yetishmay, endi 3 oy bo'lganda to'xtab qoldim. Dadamni pul tugab ketdi. 1 yil oldu hozir. Dadamni mening hamda ish qilib, azroq bo'lsin bir narsalarni o'rganib, bir natija yaratganini bek ko'g'isbatli ko'ranmadi. Endi shu bir mehribon opamning o'simi mening ashundaq bir natija qozonganligini ko'z tutish uchun men oxirgacha tirishman. Endi bu she'rin qatnashishdagi nimam? Arzuyim. Amalaqi chuqur bir korxonchi ustoz menga yordam qilgan degan maqsadimni kammadim. Endi bu programmani Shinjongning har qaysi joylaridan ko'rgandan keyin
Endi ba'zi ota-onalar bor, endi sharoitlari bor turibmi, bolalarni o'qitishga bek ko'ngil bo'lib ketmaydi. Qisman ota-onalar endi hozirmi borki, burlarni jiqti, men hozir yo'q deb o'ylasam, hozirmi borki, ba'zilar o'ylaydi, o'quvchi o'yna o'rgansang yaxshi, o'yna o'rganib bir ish qilsang bo'ldi deydi. To'g'ri, o'yna o'rgansak bek yaxshi. Lekin shu hunargimi, ma'lum darajada bir bilimimiz bo'lsa, mushu taraqqiy qilayotgan jamiyatda shu hunar bilan shu bilimni qo'shib, texnik bir yangilik yaratqali bo'ldi ekan. Qizlarmi o'qimisi bo'ldi, yotib xo'p ketsa, oyil o'ltirdi deydigan ko'z qarashlik ota-onalarmi bor. Lekin hamda qiz bola texnik muhim. Biz hamda bir oilda bir balonlar onasi bo'lib qolmasdan, bir millatning onasi. Agar bizda bir umid bo'lib, biz bir bilimlik ona bo'lsak, biz tarbiyalagan farzandlar texnik bilimlik, iqtidorli bo'ldi. Uningga ishonaman. Shuningga endi ota-onalar bo'lib, shunday o'ylayotgan ota-onalar bo'lsa, bolalarni o'qitishga texnik bir ko'ngil bilsa, sharoitlari shunday yaxshi o'qiyotgan bolalar bor, endi oila sharoitlari bek yaxshi, lekin o'zi o'qishga bek qiziqib ketmaydigan. Shunday bolalarga bir ozroq bo'lsa-mu bir tavsiyam bo'lib qolsa, bizga o'xshash nurg'ulg'an bolalar bor. Shu maktab qo'yindan ayrilib qolib, o'qishning lazzatining qandaligini bilmaydigan. Endi mushu vaqtlarni qadrlab, mushu sharoitlarni qadrlab, endi ota-onasiga, o'qituvchilarining oldida bir yuzgilarlikdek bo'lsa, keyin jamiyatdimi o'zining bir kishilik o'rnini topa olsa degan bir orzu bilan keldim. Pek suyumli bir orzu bilan kelibsiz. Siz hozir o'zingiz uchun g'am qilishdan xalqib, o'zingizningki hozir duch kelgan ba'zi qiyinchiliklaringiz, ba'zi ko'ngilsiz ishlarni texnik ko'p bolalarning beshiga kelib qolmasin deb, ko'pchilik shunda o'ylayman. Bola vaqtdagi orzularimni o'qituvchi bo'lish deyil, maktabda o'qiyotgan chog'da men o'qituvchilarni shunda hurmatlayman. O'qituvchi bo'lish orzuyim bor deb, balkim bu orzuyimga yetmasligim mumkin. Lekin men endi kurslarda o'rganib, bir yoqdan ishlab qilsammi, endi bir bolalarni tarbiyaligidek o'qituvchi bo'lamsammi, oilada o'zimning farzandlarimni hisobda bir shunday o'qishdan ayrilib qolgan bolalarga ozroq bo'lsa-mu bir narsa o'rgataligidek darajada bilim evasam, mening eng chong xushalliqim deb o'ylayman. Rahmat. Nayt oliyjanob bir orzu bilan kelibsiz. Undaqda bizning aziz mehmonlarimiz, korxonchilarimizning bu suyumli qizga deydigan qanday gaplar bor ekan, anglab boqaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boyaqi so'zingiz menga bek ta'sir qildi. Buni burun anglagan bir qiz bola degan kelgusida bir oilada ana bo'lib qolmasdan yeni millatning onasi deb. Ham hozirgidek shunday bir bilim egiligi sharoitida biz o'qimaydim degan bundaq so'zni anglasak qat'iy bo'lmaydi-ku. Men ba'zida yurtimga borganda bir qism kishilarniki pul xarjlab turib, maktabdan bolamni ajratib olaman degan bu gapni anglab bakla hayron qoldim. Bu pul xarjlab kishilar o'qiyotdi hozir nurg'un joylarda-ku, nurg'un kishilar bilim olyotdi, chet ellarga chiqyotdi, pul xarjlab turib. Yana bir qism kishilar-ku desam, shu pul xarjlab turib bolamni maktabdan ajratib olsam, bu bir hunarga bersam deb. Endi burunqi an'anaviy hunarlarni qilishga balkim ko'p saviya ketmasligi mumkin. Lekin uni yine hozirgi zamondagi yangi usullar bilan ilg'or ideya texnikalar bilan birlashtirib qilsak, yine bilim olib turib, uni qilgan chog'da balkim texmi yaxshi saviyada qila olishimiz mumkin. Hamda shu jamiyatimizda barliq kelayotgan nurg'un narsaning hammasi shu nihoyat yuqori fan texnikaniki simvoli, nurg'un o'qigan nurg'un kishilarningki ijodiyati amaliyotda. Şu anda ben bir ahircha qistirgan so'zim, men bir o'qituvchi bo'lish sifatim bilan mushta o'qimaydim yoki maktabda tirishmaydim, maktabda bag'im yo'q degan mushta o'quvchilarga samimiy taklifim, sizlar cho'qim yaxshi o'qinglar. Tirishib o'qinglar. Boshqalar biroz tirishib o'qisa, biz mushta sharoitda natijasi tirishib o'qishimiz kerak. Rahmat sizga. Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizning hozir degan gaplaringizni anglab, nihoyat ta'sirlandim. Rahmat. Garchi o'qish fursatiga erishamagan bo'lsangiz-mu, yuqori ma'lumotga ega bo'lgan kishilarda bor oliy janoblıq bir so'zni qildingiz. Rahmat. Agar siz Urumchida bir vaqtdan o'qib, bir vaqtdan ishlaydigan orzuyingiz bo'lsa, men sizga muvofiq ixlos shirkatidan bir kishilik xizmat deb beraman. Rahmat. Sizning bu orzuyingiz nihoyat yaxshi orzu ekan. Bo'lsa butun jamiyat kelgusi avlodlarni yaxshi tarbiyalashga, bilim olishga, yaxshi o'qitishga,
bir bel bağlab, bundan keyin aşkı bir itibarda qarşı kelgan deyme, başqa fikrim yo'q. Rahmat. Rahmat. Bilim ilişki davet qilish har bir insonning majburiyati. Lekin bilim ilişki davet qilish ma'lum bir o'ringa kirib o'qish bilan bo'lmaydi. Balki o'zining qizg'inligi bilan hozirgi davlatimizning siyosatida majburiy ma'rifat bor. Majburiy ma'rifatda bolalar asosiyatni hammasi o'qiydi. O'qigandan keyin o'zining qiziqishi qarab hozir nihoyat yaxshi materiallar bor. Biz kutubxonalarga kiring, kitobxonalarga kiring, har qanday materialni izlab biz o'rganmoqchi bo'lgan bilimni shu orqali ola olamiz. Uyda o'tiribmi? Shunga bu tavsiya sizga emas, barliq televizor oldidagi ko'rarmanlarga biz bilim olamiz deydiganmiz, avval o'zimiz ishimizdan qaynab izlanadigan bir ruh bo'lsa, bu ruh bizda davomli javlansa, o chaqda biz g'alabaga erishamiz. Rahmat. Rahmat. Sizningki o'qish orzuyingiz deb o'tdingiz, singlim. Biz sharoit yorbagan asosda muntazam tarbiyalansak texmi yaxshi. To'g'ri. Agar sharoit yorib bermasa, o'zimiz shu sharoitni yoritib turib, uyimiz tarbiyalansak bo'ldi. Ham amal qilib, tirishib o'qiydiganingizning o'zi intayin yaxshi bir ruh ma'u. Rahmat. Bu ruhdan biz suyunimiz, faxrlanamiz. Hamda siz hozir sharoitni izlab, misha kapsiz, menda shu xil sharoit bor. Agar o'qisangiz, agarchi bizning bir oddiy maktab bo'lsa-mu, men sizga shu xil sharoitni birish bilan birga shanba kechliklarda maktabda bir kishi xizmat berib, turmush bilan olib turib o'qiydigan sharoitni yaratib bersam, bu mening tamoman qilamlikligim ish. Agar xohlasangiz, Intel maktabimiz sizni qizg'in qarshi oldi. Albatta xohlayman, rahmat. Rahmat. Biz Alfmar şirketi zavodimiz shu Urumchiga qurilgan Sanfangoda. Agar xohlasangiz Intel maktabida o'qishdan o'qib ishdan sirt bizning zavodimizda ishlashni xohlasangiz bir kishi xizmat berishni biz xohlaymiz. Albatta xohlayman, rahmat. Siz başlangıçta o'qiyanmabkansiz. Men shu başlangıçdan o'qiyanmagan. O'qiyanmay shu qaydo shirkatimizningki shu 10 yillik jarayonda nurg'un shu o'qimaganligimdan nihoyatda uzunga surilib ketgan. Men 2012 yildan boshlab o'qiyapman. 4 maktabda hozir qadar o'qiyapman. O'qish orqali olgan bilimlarim bilan bugünkidek qaydo shirkatimizni bugünkidek taraqqiyotga deb qarayman. Shunga bundan keyin har qanday bir odam iliktiklayman, uftuq qazman deydigan cho'qim o'qimiz bo'lmaydi. Sizningki shu aytgan orzuyingizni cho'qim bolasini o'qitmayotgan ota-onalar cho'qim o'qitishi mumkin. Xonqiz o'zining amaliyoti orqali bilim ilishning ahamiyatini, bilim egallamaganda turmushda qanday qiyinchiliklarga uchraydiganlikni jonliq misollar bilan so'zlab berdi. Menimcha ekran oldidagi farzandini o'qitishni ancha ahamiyatga ega emas deb qarayotgan ota-onalar, o'qimasammi bo'ladi deb o'ylayotgan bolalar va nurg'un farzand tarbiyasida onaning o'qimasligi, bilim ilish olmasligi ancha muhim ahamiyatga ega emas deb qarayotgan nurg'un onalar ozroq bo'lsa-mu uyg'onishi mumkin. Sizning o'z amaliyatingiz orqali ko'pchilikka amaliy bir jonliq dars berganligingizga rahmat aytamiz, singlim. Sizlarga rahmat. Menga yordam qilgan, madad bergan mushu barliq korxonchi ustozlarga ko'p rahmat. Men bugünkidek mushta bir cho'ng sahnaga chiqib, mushta katta bir ustozlar bilan fikrlashaligimdan o'zimni to'lim baxtli his qilaman. Xonqizning o'qish kerak, o'qitish kerak, farzand tarbiyalash uchun ana o'zini tarbiyalash kerak degan bu ideyasi hammamizga cho'nqur ta'sir qildi. Sizga opirin singlim. Undaqda tush markazimizga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3 2 1. Xo'sh, korxonchilar. To'liq nomer
Shundaq bo'lganda, xon qiz, sizning eng oxirida erishgan bilet soningiz 266. Muborak bo'lsin. Ahmiyatlik arzuyingizni tanlash o'tkiliga qadam qo'ydingiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bundan keyingi musobaqangizning texmi natija bo'lishiga tilakdoshmiz. Qaysar qiz. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Hayot yo'llari agir to'qay ham iztirobli. Biroq odam bolalari hayotga ma'no ato qilib yashash bilan o'z qadr qimmatini yo'qotadi. Xalqiz mejit o'qishga bo'lgan egilmas sunmas irodasi va tashnoligi turtkusini she'rin tushlar reallikqa aylantirish bilan birga insoniy fazilati, chin hissiyoti bilan hammamizni hayajonga soldi. Uning o'qish haqidagi xitoblari qalbimizda yana bir qitim silkinish paydo qildi. Bu aktiv tashabbusning jamiyatda belgilik ta'sir qo'zg'aydiganligiga va olqishlanadiganligiga ishonamiz. Imanchak şirketi birleşip işleyen İhlas Şirin Tuş programımız. Assalomu alaykum qarindoshlar, ekran oldidagi barliq do'stlar va o'quvchi do'stlar. Ekran oldidagi ota-onam sizlarga o'tliq salom yo'llayman. Bu mening kashfiyotim bo'ldi endi. Yoshlar tushunib o'tib ketay vaqt tejash uchun. Bu kashfiyot bo'lsa energiyani o'z-o'zligini aylantirib energiya tejaydi. Odatda biz energiyani bevosita sarf qilsak, energiya yo'qolib ketadi, shunaqmi? Energiyani ishlatib qo'ysak, u energiya bizga yana qayta energiya hosil qilib bermaydi. Agar bu uskun ishlasak, u energiya bizga aylanib, masalan, odatiy tokni 1 soat ishlasak, ma'nosini ishlasak, 1,5 soat ishlatishimiz mumkin degan gap. Energiya ishlanish xo'rash jarayonida yana energiya ishlaydi, hosil qildi demak. Masalan, hozir men kichik qurilma, u bizning telefonimizga tokni qachilab berishdan sep, ya'ni boshqa narsalarga ishlasak bo'ldi. Masalan, naqshlanlash degandek-ku. Ularni qilib bo'lgandan keyin masalan, yo'rtish, boshqa narsalarni bevalan bir vaqt epara olamiz. Ham buningdek energiya odatda bevosita telefonni, masalan, ma tokdanda bevosita telefonni zaryadlasak, odatda 1 soatda bunun ichidagi tok tamoman tugdi deb qarasak, agar ma 3 kun ishlasak, bu telefonni masalan 2 soat zaryadligini bo'lishi mumkin. U zaryadlashdan sep, yana uni boshqa 3 kunlarga ishlata olamiz degan gap. Agar buni biz cho'ngaytib ishlab, masalan, oilada 220 volt atrofidagi tok besimini qilib ishlab chiqarsak, bir o'yinning tokini taxminan 1 yil yoki bo'lmasa 6 oy bemalol ta'minlay oladi degan gap. Masalan, buningni sirti bor, masalan, hammalar bilasizlar, mangulik dvigatel deb. Hammalar anglab olishinglar mumkin. Uni sirtdan hech qanday energiya qabul qilmaydi. Masalan, rasm bor. Masalan, ma dvigatel, mangulik dvigatel modelining o'zim siz chiqqan birinchi rasmi. Bu resim bo'lsa o'ziga aylanib turdi, hech qanday sirtda energiya qabul qilmaydi. Buni masalan suv elektr stansiyalarga olib borib ishlatsak, hech qanday energiya qabul qilmay turib bizga energiya hosil qilib bera oladi deydi. Bu amaliyotda o'tmadi, lekin sinab baqsaq bo'ldi. Ikkinchi rasm. Mana bu magnitning xususiyati bir-biriga tepishish alayligini bayonlab harakatlandi. Bu mangulik harakatlandi deb qaraymiz. Odatda buni mumkin bo'lmaydi deydi. Newton bizga energiya bir-birisidan aylandi, u yo'qolib ketmaydi, yo'qlikdan barliqqa kelmaydi degan. Lekin biz uni qonuniyatini inkor qilganimiz emas, lekin sinab baqsaq bo'ldi. Buningga yangi bir xil material, ya'ni hammalar bilsizlar, masalan, bizning tabassum shirkatimiz bo'ldi. Masalan, qattiq metal, qattiq diska deymiz, ashning ichidagi bir tal temir yaproqcha magnitning xususiyatini o'tkazmaydi. Bir-birisiga chaplab qo'ysak, o'zaro magnit bir-birisiga ta'sir ko'rsatmaydi degan gap. Aşağılayatın bayınlıq bu əməl geçirdi o deyin gel. Ama 3. resim delmiş modelinin resim oldu. Çok aytılgan nüsküsü. O generator, o bizden işletatkan tokimiz. Tok bu yaktan, mesela bu generatordan çıkan tok, biz işletip alsak tokunu vaxtınca saklavalgan tok arkalık generatorun hareketlendirimiz, o generatordan çıkan tokunu biz başka neslelerle işletkenden sırf, yani bizden ikinci enerjiya mənbəyimizdə saklavalımız deyin gel. Energiya bir-birisi ayrıldı deyin gel. Senzor orqali mesela birinchi tokdan tok tugab ketgan vaqtda senzor orqali ikkinchi tokdandagi tok harakatlanib generatorni harakatlantirdi deb qarasak bo'ldi. Kichik besimdan yuqori besim hosil qilamiz degan gap. O'zingizni tanishtirishni unutib qoldingiz, ha? Mening ismim Ebulla Mehmet, Ko'ldan keldim. O'zim texnik. Undaqda sizning orzuyingiz-chi? Mening orzuyim endi menga o'xshash bunda
keşfiyatçılar yakımız bundan esin tüzdük alacak, oylaydık alacak. Benim maksadım olsa diyarimizde karxanachilarning qo'lishida hammamiz birlashibdagidek bir tadqiqot markazi qurib chiqsak. Masalan, mana kelmish rasm bo'ldi. Masalan, tadqiqot markazi deganimizda fan texnika cho'ng qilib, fan texnika, yemak-ichmak, sayyor sog'lomlik, savdo sanoat deymiz. Masalan, biz agar fan tadqiqot markazini qurib chiqsak, yangi mahsulotlar, mushta tajriba uyumidan ishlashga mablag' sarf ashlarni nazoratchilik qilsa, elektron asboblari. Ashuni qilsak, bizning savdo sanoat shirkatlarimiz bo'lsa, o'shini shu rayonimizda ishlab chiqarib bozorga solsak degan gap. Menga o'xshash bunda tajriba ishlaydi olardan nurg'un bo'lganki, ularni bir yerga yig'ib olsak, ular o'z ishlab chiqaramizmi, ular bizga plan ko'rsatib berdi. Agar ular planni bizga bersa, biz ularga albatta nim berimizda, ularga foyda bo'ldi, bizga foyda bo'ldi degan gap. Siz demak mükemmellashgan bir sistemlashgan o'sha diyorimizda o'sha bir kamchil deb qarayman o'zimcha. Tadqiqot markazi qurish. Undaqda yaxshi plan ekan, ammo ko'pchilik sizga nima qilib bera oladi? Ko'pchilik menga mablag' solsin bo'ldi, men bilan hamkorlashsin bo'ldi. Masalan, mablag' soldi degan gap bo'lsa, menga qarziyat bo'lsin bo'ldi. Yoki bo'lmasa hamkorlashimiz desanglar, masalan, tabassum shirkati men hozir ko'rilda turish qo'ygan ekan, ko'rilda ashlarning men ularga ishlagash, masalan, ko'rilda ularning mollarini setib bersam, men bu tabassum shirkati nurg'ulgan mollar eshib qoladi yoki bo'lmasa buziladi. Buzilgan mollarni ko'rlik avatib bersam, men ko'rlikka amrlar bilan birlashib ashlarni yasab, o'zgartib, boshqa narsalarni ishlab chiqara olamdi. Ashuni planlasam, loyihalasam deb qarayman. U chog'da siz u tabassum qilib qarg'inim emas, hamda ishda markaz qursa, men shu markazning bir xodimi bo'lsam. Markazning xodimi bo'lsangiz, lekin shu siz mush ko'pchilikdan mush korxonachilarning mush markazga a'zo bo'lishini umid qilib keldingizmi? Mush ko'kan korxonachilar bir ishni qilamiz desa, qila oladi. Hammamiz birlashsaklar bir ishni vujudga chiqara olamiz. So'rab baqsam, siz qanchagacha o'qigandingiz? Men oliy maktabga berib ish kirib olgan, 1 yil o'qib yetib keldim. Andan keyin biz diyorim yurt qaytib kelgandan keyin o'zim o'rganib kompyuter shaharchasida ozroq ishladim. Undan keyin neftchilikda nima senzor qatorliq avtomatlashtirish narsalarni o'ngshash, ashuni qilish texnik ko'p ishlayapti. Bayri bir narsani dedingiz, tok tejaydigan uskuna deb buni sinab qildingizmi? Necha % tokni tejaydi? Sinab qildim, masalan, men bevosita iste'mol qilsa 4 soat aylansa, manasini qatqandan keyin 6 soat aylanadi ekan. Men sinab nusxasi. Buniki prinsipi zodi nima? Tokniki chastotani o'zgartdingizmi yo boshqa narsa? Chastot emas, masalan, tokdan biz o'zimiz ishlatayotgan tokdan tok ishlab chiqarib, uni boshqa yoqqa qachilib turib, Masalan, odatda 60 voltlik tokni qachirib oldim desam, men uni 220 voltlik tok ishlab chiqarman. 220 voltlik tokni men yana 60 voltlik tokka o'zgartirib olmayman, boshqa yerga ishlataman. Siz bu jarayonni shu energiyani cho'qim tejaydi deb qaradingiz, shundaqmi? Tamoman tejmaydi. Masalan, 80% dak tejalaydi, 50% dan 80% gacha. 50% degan gap yarimi tejaydi degan gap. Masalan, men tok pulim oyda 100 koy topshirgan bo'lsam, sizning uskuningizni chasam 50 koy topshirma degan gap, shundaqmi? Shunaq bo'ldi deymiz. Agar yeni birinchi chasam tok pul topshirmayman degan gap chiqamdi. Agar mush uskundan birini uyga olsam, masalan, buni o'ngshash, remont qilish narsalarni hisob qilsam, shu manchi 1 yil yoki kechiring, gapingizni tatib oldim. Endi baydab o'tdingiz, keyin tutishib berdingiz, Newton degan gap. Newton demagan bu gapni energiyaniki aylanish va saqlanish qonuni deb to'lg'otining fizikasida o'qiymiz. Odatda bu energiya hargiz badin yo'qolib ketmaydi, yo'qdan paydo bo'lmaydi. U faqat bir xil shakldan yana bir shaklga o'zgardi yoki aylandi. Bu o'zgarmas qonuniyat. Endi bu gapimni xulosalasam, sizning u mangulik dvigatel deganingiz hozircha meningcha ko'nglingiz kamsin xomxayol bo'lishi aniq. Chunki fan texnikada 200 yildan buyon nurg'un kishilar mushu mangulik dvigatelsiz o'zlandi. Bu dunyoda mangulik narsa yo'q. Aman har qanday bir narsa oxirlashadi. Siz oyoqdan chiqqan tokni mayoq yetkizim degan bilan bu jarayonda sim orqali mangdu bu yerda qarshilik bor. Tokning besimi tövallab xorab mangdu. Hargiz generatorni aylantirishga ketarlik tokni endi erisholmaysiz uskunda. Buni nurg'un odamlar tajriba qilib boqqan. Mening siz taklifim, bizniki mushlar fan texnikada ilm fan sohasida nurg'un yoshlarimiz yetishyotdi. Nihoyatda bu yaxshi ahvol. Mening demoqchi o'rnim, siz bir narsani o'ylagan ekansiz, darhol natija qozonish qoldirib ketmay. Chunki Nobel mukofotimi masalan bugun ijod qilgan olimga berilmaydi, balki uning ijodiyati
keng jamiyatda qo'llanib xalqqa baxt saodat keltirgandan keyin balkim 5 yil 10 yil yoki 20 yildan keyin anandan keyin shu olimga berilyotdi yoki ba'zilar hayot vaqtida erishilmaydigan ahvollar mavjud. Shuning meningcha biz bunda qisqada sal hayajonni aralashtirmaylik, fan texnikada ilm fan sohasida bunda saqliq yamarab kelsa bo'lmaydi. Endi men sizning gapingizga javobim bersam, masalan, amalli odam o'ylab topdi shunaqmi? Newtonmi bevosita olim bo'lmagan shunaqmi? U kalla ishlatib xomxiyol qilg'ashga bu olim bo'la oladi. Xomxiyolni biz amalga oshirish uchun tirishimiz kerak. Uni sinab qilishimiz kerak. Agar sinab qo'ymay turib, uning amalga ish osmasligini bilmaymiz. Shunlashqa men abi o'tdim, abi rasmdagi materialni biz sinab qilsak bo'ldi. Uni men sinamagan, sinab qilsak bo'ldi. Lekin ma'ni men sinab qildim. Ma'ni amalda o'tkazdim. Meni demakchi o'g'lim mushuna o'xshash materiallar nurg'un. Agar to'g'ri chegadigan uskularning prinsiplari bor, men obdan bilaman buni. Ba'zida to'g'riniki chasotasi odat sıkıntı 50 kertishni tavraydi, buni 25 ga aylantirgandan keyin yer emas tejaydi. Uni xolancha o'zgartirsa to'g'rining chasotasini va tabassum shirkatini turibdi, to'nglatquninki ishlash prinsipi bor, kiraliqning ishlash prinsipi bor. To'g'rining chasotani to'valtirsin va uskularning xo'rishiga aylanishiga ta'sir ko'rsatadi. Besimdan shu ishlasak 2 yil yoki 3 yil nima japa unda qilib, shunaqa uni qilib asli zavodda loyihalangan narsa shu. Uning ustiga bu 200 yildan buyon elektron sohasidagi bekitilgan qoida bu to'g'riniki chasotasi 50 yoki 60 Hz atrofida bo'ladi deb buni sinab qilib tajriba o'tkazishlar. Buni kichiltaman deb yoki chasotani cho'ngaytirib yoki kichiltirsangiz, aniki qonuniyatiga sal xilof bo'lib qolamdiki deb o'yladim. Shu qonuniyatga xilof bo'lib qoldi. Mening maqsadim dal yangilik yaratish. To'g'ri, men sizningki ro'yingizni qo'llayman. Gap aniq bo'lsin. Men sizning bu yer boshqa maqsad yo'q. Sizningki tirishchiligingizdan bek suyundim. Lekin ba'zi narsalarni nurg'un kishilar sinab qilib, nurg'un olimlar mag'lub bo'lgan bo'libmi? Mening demoqchi o'nim mangulik deb ataladi. Bu dunyoda oxirlashmaydigan ish yo'q. Har qanday narsaning oxirgi cheki bor. Mangulik dunyo taqbiyada bizga hozircha bu yerda mavjud emas. Har qanday narsa cho'qim to'xtaydi cheki bor. Siz degan energiyaniki saqlash qonuniga asosan buni kishilar sinoqni o'tkazib qo'ygan. Meningcha siz shu qiziqishingizni, izlanishingizni to'g'ri bir yo'nalishda turib, anakin texnik davomli bilim olsangiz, meningcha yaxshi bo'larmidi dedim. Endi sizning orzuyingiz bo'yicha fan texnika markazidingiz buni meningcha hukumatning mustaq munosabatli operatori bor. Davlatmi o'sha har qaysi oliy maktab va fan tadqiqot o'rinlariga nurg'unlagan mablag'larni silib, sizlarga o'xshash nurg'unlagan kashfiyotlarni qo'llayotdi. Davlatniki fan texnika ma'rif sog'an selinmishimiz yildan yil ko'payyapti. Shu meningcha bo'lsa, siz ham davomli shu o'zingizning qiziqish bo'yicha ma'lum bir to'g'ri yo'nalishda davomli o'zingizning bilimni bir mukammallashtirsangiz deb o'yladim hamda. Bo'ldi, rahmat. Meningcha olim nayt to'g'ri gap qildi. Sizning hozir xaritadan sizgan loyihaningizdan tushundigan vaqtimizda mushundaq qiyg'ili bo'lishi mumkin degan gapni nayt ko'p tilg'aptınız, men sinamagan ham o'xshaydi deb o'ylagan. Siz mushundaq qilsak tejab qag'ili bo'ldi, siniqimda o'tdi degan gapdan tek birini qilmay, qiyg'ili bo'lishi mumkin debdingiz. Bu hamlaya o'xshaydi deb degandim. Lekin ras bu jihatda meningcha butun dunyo izlanayotgan bir masala bu. Bizmi izlanibdik, sizmi izlanibsiz, yaxshi yo'qdi. Lekin olim-muallimmi to'g'ri aytdi. Yo'lnishini to'g'ri tanlang deb. Sinab bakınız gelse, bizden zavodga bir kunliki 35.000 kilowatt tok gidiyor. Mışı sebiyelerinin bu vakitler bulunmak yasayılgan bilen teyyarcıp zavodumuzun bir günde gidiyorgan tok aşında. Şu yer sinab baksak buludu. Meblağını men çıkarma. Bizden teknik olup işlige sinab baksanızın buludu. Hem de qağını özünüzün cürüyetiga bağlıq. Siz maharet gösterişte mavi keşfiyatınızı yapıp çıktınız. Lekin arzuyunuz fan texnika merkezi kuruşundaq bu. Biz her qanday qishda amaliyotchan bo'lamiz. Bizga menga aytilib isbotlarni ko'rsatib, men mancha soat, manchinchi ayning mancha kun soat manchida yasadim, manchida chatdim, mancha bo'g'ich yetdi. Buning vatsani mancha otliq chirog'ni yuritdi yoki manda ishni qil deb amaliy ko'rsatsangiz biz qayli o'ltiq. Bu ideya yaxshi. Iznish ro'yi bo'lash degan insonda nihoyatda muhim omil, cho'qim iznish ro'yi bo'lash kerak. Lekin amaliyotchal isboti bilan hamma narsa to'liq holatga kelib tushundiysangiz, mablag' solib mushakkillaringizning har qanday ashindan o'z kashfiyat bo'lsa, qilayotgan ishni to'xtatib bo'lsin, mablag' solib qiladi bu ishni. Bu olim deb o'tdi hammani. Agarda sizning mangulik dvigatel demay turaylik, mushu hozir yasab kelgan uskuningizni vujudga chiqara olsangiz, siz bir yil bo'lmay turib millioner bo'lib ketasiz. Uningga men mablag' solaman. Xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Shunga
sizga deydiganim endi siz yoshkansiz emasmi? Bizning bu shirkatda tadqiqot markazimiz bor. Shu yerga bir borsangiz, bir vaqtingizni chiqaribchi, sizda xam xiyol bor ekan, shu xam xiyol bo'lgan odam tadqiqotchi bo'la oladi-chi. O gapingizga qo'shilaman. Şoň bir bağan bolsanız bizning tadqiqotchi bolalar bilan bir fikrlashib, bir fikr almashtirib shu yerda yana bir ügünüp, ügütüp, shundoq xam xiyollarni vujudga chiqarsak bo'ladi tamamen. Sizningki naytdi yaxshi fikrlarni qo'ydingiz. Endi men so'rab baqsam sizning ashlangan qanchalik mablag' ketadi masalan? Siz bana mablag' sasini bo'ladi dedingiz. Qanchalik mablag' bilan ashni bir vujudga chiqara olasiz? Agar bu uskunni cho'ngaytib ishlab chiqarmay desam taxminan 10-20 mingdan ketarmikin. 10-20 mingdan ketsa jiq ketmaydi ekan. Siz 10-20 ming bilan ashni cho'qim amalga oshira olarim deb qolsangiz, men sizga yordam qilaman. Bo'lamdi? Bo'ldi, rahmat. Ukam sizning tirishchiliginiz borki, men bu sizning mashruingizni qo'llayman. Bizning shirkatimizmi mush asos ajistuk qurilish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni nimjan tok deymiz-ku, hanzucha rodian deydi. Agar siz mushu jihatga qandaq tadqiqot yoki bo'lsa uskuna yoki bo'lsa bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, shirkatimiz har qachon sizni qarshi oladi. Shirkatimizda may Uyg'ur, Hanzu millatidan bo'lgan har xil texniklar bor. Har qanday vaqtda mayli telefon qilsangiz yoki bo'lsa shirkatimizga kelsangiz, biz sizga to'g'ri yo'l ko'rsatamiz. Rahmat. Tadqiqot markazi dedim. Bu amaliyotda, masalan, hozir jamiyatda bu amaliyotchilar bilan internetda amaliyottirgil bo'ldi buni. Bu bek oddiy. Ya'ni biz oldingi sonlarda deydik, tadqiqot munbir quramiz deb. Bu bek oddiy ish. Endi hisobda oddiy desam, tezmi oddiy emas. Amaliyotda internet qursak bizga jiqmas ketmaydi. Sendan kuchliqnim o'zingga o'xshash, mushunda bolalarning to'pini yig'ib, mushu yerga akirib jamlagan vaqtimizda bu haqiqiy tadqiqot markaziga aylanadi mush munbar. Bo'lmasa, uning uchun quruq gapga aylanib qoladi. Sening qilib beradiganing, menga qilib beradiganing aşaga nurg'ulg'an odamlarni birga olib kirib bir tadqiqot temida mulohaza qilib berish. Bizning qilib berganimiz eng yaxshi mulozimatdan to'g'risi paydo qilib berish deydi. Rahmat. Bo'ldi. Yaxshi arzu-armanlar bilan kelibsiz. Albatta yoshlarımızda yangilik yaratish ro'yining bo'lishini aytdi, yaxshi ish. Korxonchi akalaringizning sizga panda nasihatlarni berishiga sabab sizga to'g'ri yo'l ko'rsatib berish uchun hargizmi yoshlarimizdagi qizg'inlikqa, jasoratga, tasavvurga, yangilik yaratish ro'yiga suv sepish uchun emas. Bulamda fikam buni cho'qim to'g'ri tushunsiz. Sherin tush markaziga marhamat. 3 2 1 110 numar şunaq bo'lganda sizning eng oxirgi erishgan natijangiz 204. Ahamiyatli orzu egisini talash o'tkilimizga o'tamay qoldingiz, lekin hamkorlik to'g'risida yaxshi suhbatlar bo'lindi shundaqku. Sizga utuq tilaymiz. Yaxshi natijalarga erishishingizni tilaymiz. Tasavvur nurg'ulg'an ijodiyatlarning manbasi. Bizgidal Habibullah Muhammadga o'xshash qo'l silib ishlashni biladigan, tavakkulchilik ro'yiga ega yoshlar kerak. Biroq tasavvur hech qanday natija bermaydigan xam xiyolga aylanib qolsa bo'lmaydi. Gerçi bu yigit o'tganda muvaffaqiyatli o'tamagan bo'lsa-mu, biroq shunisi aniqki, mag'lubiyat g'albining onasi. To'g'ri nishonga tirishchanlik qo'shilganda, natija hamon quchoq ochmay qolmaydi. Assalomu alaykum korxonchi ustozlar. Ko'raman do'stlar, televizor ekran oldidagi hurmatli qarindoshlarim, yaxshimisizlar? Mening ismim Bojar, o'zim Urumchidan. Qarshi olamiz Bojar. Rahmat, Shamsiyada yaxshimi? Yaxshi turdingiz. Undaqda arzuyingizni anglab boqaylik. Undaqda arzuyingizni anglab boqaylik.
Mening orzuyim shunda oddiy. Ambek murakkab emas. Men o'zim hamda kichiknam to'y, kichik turib to'y qilib 2 farzandli bo'ldim. Qo'shkizak qizim bor o'zimniki. Hamda ma'lum sabablar tufayli yo'ldoshimdan bir mazgil ayrilgan bo'lib qoldik. Shuning bilan bir mazgil qilib qoldik. Qiynanamlar hamda manga hamda bo'libmish farzandlarimni qatab qo'shishimga cho'ng bir turtki bo'ldi deb o'ylayman. Shuningga hamda meningki boshqa cho'ng orzuyim yo'q, hamda yuzturan turibni tapbaqmidim. Degan bo'lishim mumkin, lekin chin yuragimdan chiqarib tapbaqmidim. Shu qiynanamga cho'ng bir orzu nima rahmatim bor. Rahmat sizlarga deb shunchalik bir mushi televizor ekrani orqali endi bizdek bir yoshlarninki o'zining ota-onasini hurmatlashini, kelinlik majburiyatini ado qilishini, ota-onasini anandagi qiynanlarni hurmatlashini chin ko'nglimda umid qilib mush sahnaga kelib qoldim. Demak, sizning orzuyingiz mushu bizning Shirin tush programmasi mush ekran orqali qiyni atingizga rahmatingizni bildirish. Shundaqmi? To'g'ri. Demak, hozir orzuyingiz reallikka aylanib bo'ldi degan gap. Shundaqmi? Rahmat sizlarga mushunchalik bir sahnani hozirlab bizdek bir ko'ngildagi orzu armonlarni deyamay o'tganlar uchun, mushunchalik sahnani hozirlab berganlar uchun chin ko'nglimda rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat, bizga ishinib kelganingizga. Bayan ma'lum sabablar tufaylidan yo'ldoshim bilan bir mazgil ayrilib turdik dedingiz. Demak, ma'lum sabablar tufaylidan deganligingiz uchun bizmi inchiklab so'ramayli, yarlaringizni tatlamayli, singlim. Bu jarayonda demak qiyni opa, qiyni otangiz o'z opangiz, o'z dadangizga o'xshash sizning beshingizni silabdi-da, farzandlaringizni tang beqishib qilgan o'xshamamdi. To'g'ri, rastaysiz. Menga bolalarim 1 yosh 8 oylik vaqtida qolgan mengachu. Hamda hozir bolalarimni balkim tomoshabinlarni ko'rgan bo'lishi mumkin kirib chiqish jarayonida. Hozir 6 yoshga kirdi qizlarim, bir juft qiz. Hozirgacha yo'ldoshingiz bilan uchrashish fursati bo'lmadi shunda. Bo'ldi, uchrashish fursati bo'lmadi dedi. Yana bir mazgil vaqti bor. Shuningga hamda shu farzandlarimni qato qo'yish jarayonida hamda men o'zim sizin bir ona hamda tushunasiz. Anamma haqiqatan taskan Shamsiyada. Angadisi qo'saq ko'tarmakning o'zim bir taskan. Mening o'zimning bo'yni ko'rdingiz, qo'shkezakning qo'sqini ko'tarmakning bir gapkan demaysiz. Qo'sqam shunday yo'g'nab ketadi, yo putamni optizga chiqaysam, putamni ko'tarib chiqolmayman, taqishib qoladi. Shunchalik tasdamda qo'saq ko'tardim. Bu farzandlarimni hemen japoda tug'dim. Hamda tug'ib hamma urug'ni qala shunchalik xush bo'ldi, voy bir jup qizgan deb. Hamda o'zim haqiqatan xush bo'ldim, ta'lim odam qiz tug'di deb hammamiz shunchalik suyunib ketdi. O'zimni bak faxrlandim, xush bo'ldim. Lekin ma'lum sabablar hamda taqdir shundoq ekan, shu sabablar tufayli hamda biz ona bola uchaylarni yolg'iz qolib qoldik. Lekin qiynanam bu kelin bo'lgandan keyin bu yot bir odam xalqning bolasi demasdim. Bizning beshimizni silab, shu farzandlarimni qato qo'shishimga shunchalik yaxshi bir endi nim bo'ldi. Yordamda bo'ldi. Haqiqatan bek yordam qildi. Endi balkim ekran oldida ko'rayotgan ba'zan bir tonish bilishlarni bilishi mumkin. Men haqiqatan 5 yil bo'ldi mana menga yolg'iz bolalarim bilan o'tayotganimga. Bunisi qo'sh kezak tursa oson emas. Oson emaskan. Haqiqatan bir bolnim tasti baqadigan tursak, birini putamda, birini qo'lamda shunchalik tasti cho'ng qildim bularni. Tasavvur qilib bo'ladi. Endi balkim ba'zi kelinlar yoki ba'zi farzandlar ota-onalar yoki qiyni ota, qiyni onalarning o'zlariga ko'ngil bilishi, yordam qilishi, holidan xabar olishini cho'qim qilishga tegishli ish deb o'ylashi mumkin. Lekin siz bir kelin bo'lish sifatingiz bilan qiynapingizga minnatdorlik tuyg'ungizni ilib bu yerga kelibsiz. Endi ularning mehridan, ularning ajridan biz ham suyundik. Sizning ularga bo'lgan minnatdorlik tuyg'uningizdan ham suyundik. Bugun bolalaringizni olib keldingizmi? Olib keldim. Qo'shmoqlarni Zumrat bilan birga o'xshamamdi? Bildi. Ko'rib baqaylar Zumrat. Uy, siz qo'shkezakning cho'ngmi, kichigimi? Kichigimi? Unda bu ismingiz nima? Zuhra. Adingizni ismi-chi? Fatimami? Bek umoqkansizlar, opanglarni bek yaxshi ko'rsizlar-ku deyman-a? Cho'ngda cho'ng opalaringizni-chi?
Yaş görme. Apanız bek çapata atamdı adette. Adınızın bir bakay gep bakaylı. Yaxşı mı kızım? Yaxşı. Oycan. Apanız sizlarni shundoq yaxshi ko'rgan, sizlarni opanglar bek yaxshi ko'rsag'i deyman, ha? Apanız bek chopata atamdi, odat uyda doim shundoq yig'lamda. Ustama, apanız yig'ilgan vaqtda sizlar qanday qilsizlar? Yig'lamang deymiz. Yig'lamang deymizlar, aqlli bolalar ekansizlar. Undaqda ekran orqali ko'pchilik ko'ryapti, lekin o'zlarini bir ko'rganlar bor deyman-da. Qo'sh kezaklarni bir taklif qilaylikmi? Alg'i chiqansizlar, opanglarning qishig'a. Jigirib opanglarning qishig'iga kiringlar. Kilar qizim, kilar. Salom. Tatlılar. Asan emas, hech kim balını beqib mushinchilik sahnaga chiqib salom qildi. Qilganingizga taqqan jafalarыңызdan hammamiz shundoq ta'sirlandik, so'nglim, lekin qaysarligingizdan shundoq suyundik. Davomli qaysar bo'laylik, umid bilan yashaylik bo'lamdi. Undaqda bugun qiynapingiz bilan qiynatingizga rahmat aytdingiz ekan, o'zingizning og'zingizdan anglab bo'ldik. Hamdi buvisi mumsiga yoki cho'ng dada, cho'ng opa deb atishi mumkin. Qizlaringizning bir rahmat da'vosi, texmo mukammal bir rahmat bo'ladi ekan. Rahmat. Çoğunda Hanana sizlar rahmat etme. Çoğunda da Hanana acım dadam ayağınam sizlarga rahmat etme. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi bu Buhajar qizning farishtadek bir jup qizi bor ekan. Sizningki mush ikki qizingizni o'zingizga o'xshash, axloqli qilib, bilim egasi qilib tarbiyalab chiqishingizga tilakdoshman. Rahmat sizga. Biz oldingi misollarimizni ko'p deb aytdik, hamda minnatdorlik tuyg'usi degan bir so'zni. Hamda men bu yerda azroqli bir gapni ta'kidlasam, hamda bizda mayli qandoq bir yordamga erishaylik. Mayli u bizningki mulozimat sohasida bo'lsin yoki mening demoqchi bo'lganim eng kichik ishlardan boshlab har bir ishga bizga yordamga erishgan vaqtimizda rahmat deyishni hammamiz unutib qolmasak demoqchi. Mushu rahmat orqali balkim nurg'un masalalar, nurg'un avojliklardan saqlana olishimiz mumkin. To'g'ri. Shuning uchun qalbni illatadigan bir so'z. Bu balkim bizningki qarindoshlarimiz ba'zi bir mulozimatlarga uchrashi mumkin, uning haq tuyulishi mumkin yoki shunday ahvol bo'lishi mumkin. Yoki azroq bir inchki ishlardimi yordamga erishish mumkin. Demak, shunday ishlardan tortib biz rahmat degan bir so'zni umumlashtira olsak, bu vaqtda buningki nimasi unumi texmo zo'r bo'lishi mumkin. Rahmat. Rahmat sizga. Gerçi açık qismatlarga yo'liqqan bo'lsangizmi, ajoyib kechirishlarimiz bo'lgan bo'lsa-mu, lekin biz suyunishga tegishli taraflar yana chiqqan. Hayotda ko'ngilsizliklar, o'ng'ishsizliklarga uchrab turdi ekanmiz, ammo ularning orasidan yanada bayqay olsak, xushalligimiz yanada ko'pkan, erishganlarimiz yanada ko'pkan. Bu qaysar qizningki ikki qiz bilan turgan ko'rinishi yanada hammalarga bir xil umid, ishonch ato qildi. Uningdan boshqa sizning qiynatingiz bilan bo'lgan inoqligingizmi bizni ajoyib suyundirdi. Sizlarning bu cho'ng oilaga baxt tilaymiz. Rahmat. Doim shunday qaysarlik bilan kulib turing. Buldu. Rahmat Jamziyada. Shu munosabatlarni davosam o'zimning ota-onasi, qiynatam, barliq qarindoshlarimga, hatto yo'ldoshimningki do'st birodarlarga mush munosabatlar rahmat aytibsam. Rahmat sizlarga. Buldu. Ikki umoq qizimning sog'lom cho'ng bo'lishini umid qilaman. Undaqda tush markaziga marhamat. Buldu, undaqda bilet tashlash boshlandi. 3, 2, 1. Tuluq nomor.
karxanachilarimizning sizga to'liq nomer berganligi, ko'pchilikning yuqori nomer berganligi tushunsangiz, sizga madad berayotganligi. Shundaqmi? Undaqda sizning eng oxirida erishgan nomeringiz 277. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli orzuingizni tanlash o'tkalimizga qadam qo'ydingiz. Muborak bo'lsin. Rahmat, hammalarga ko'p rahmat. Rahmat sizga. Oildan iborat bu qo'rg'onni mustahkam saqlash eng yuksak insoniy burch. Bu Hajar xonim qo'shkezak farzandini parvarish qilish davomida yemirilmas ro'yi va yuksak mas'uliyat tuyg'usi bilan hammamizning yurak torini chekdi. Xayr, bu Hajar xonim, Şirin Tush programmasi bolalaringizning pat fursatda otasi bilan yuz ko'rishib, baxt gullaringlarning poraklab echilishini tilaydi. Degan ixlos Şirin Tush programmasi. Ekran oldidagi ko'rman do'stlar, tunji fasllik ahamiyatli orzu egisini tanlash bosqichiga kirgan mayirlar ishidan o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini ta'sirlantirgan Şirin Tush mayirini tanlab, Yanfon, Tor va Unidar salon orqali bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Bilet tashlash qatnashgan ko'rmanlar program guruhimiz ta'minlaydigan isil sovg'atlardan mahrum bo'la oladi. Yanfonda qisqacha orqali bilet tashlash usuli mundaq. O'zini ta'sirlantirgan mayirning rad nomerining oldiga 11 ni qo'shib, 106 266 19 ga uchur yo'lisi bo'ladi. Tor orqali bilet tashlash usuli bo'lsa, ko'rman do'stlar www.chekit.com to'riga chiqib, o'zini ta'sirlantirgan mayirni tanlagandan keyin bir bilet tashlay oladi. Unidar saloniga bilet tashlash usuli mundaq. Ko'rman do'stlar, Yanfondagi Unidar orqali ekranda ko'rsatilgan ishkilik kodni skanerlash yoki salon nomini kirgizish orqali Şirin Tush programmasining organ salonini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayirga bir bilet tashlay oladi. Şirin Tush programmasi mayir qabul qiladi, albatta tizim shaxsiz. Programmasiga qatnashib qoladigan do'stlar, ekranda ko'rsatilgan Şirin Tush qiziq liniyasiga telefon qilib va yoki www.chekit.com to'riga chiqib tizimlasa bo'ladi. Texnik tavsiya usullarini bilmoqchi bo'lsangiz, Nova to'riga chiqib ko'rib oling va yoki Şirin Tush programmasining organ salonini qo'shib oling. Biz ixlos Şirin Tush programmamizni alayda qo'llagan Xinjiang ixlos kasbiy taraqqiyot cheklanish shirkatiga va shunaqla ixlos Şirin Tush programmamizni alayda talab qilgan Xinjiang Sabilar kasbiy taraqqiyot cheklanish shirkatiga alayda tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar va shohlar naq maydondagi tomoshabin do'stlar, ixlos Şirin Tush programmamizning bu sondagi rangdar mazmunlar mushada oxirlashdi. Texma rangdar, texma o'zgacha mazmunlar har payshanba kuni soat 8:40 o'tganda huzuringlarda bo'ladi.